Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Alhouse Akifa kanaliga xush kelibsiz. Mana bugun 6,5 penta oq plastmassa qanotini payka qilish jarayonini sizlarga ko'rsatib bormoqdaman. Xo'p, payka qilishdan oldin ichiga mana qanotni eni 60 sm, biru ikkili metal tiqiladi. Akifani metali. Bunga suv tegsa ham zanglab ketmaydi. Uzoq yil xizmat qiladi. Ichiga tiqamiz. Bu metalda bir xilgina bir qarich, zaril joyiga petlanadi, o'rniga bir qarich qilib tiqib qo'yishadi, u bo'lmaydi. Mana yoqdan 1 sm, bu tomondan ham 1 sm zazur qo'ygan holda tiqiladi. 1 sm zazur qo'yish sababi payka qilinayotganda paykaga tegib ketmasligi uchun tiqib qo'yiladi. Hop, endi qanotini uzuni, bo'yini mana o'rtasiga men metalda 10 sm qilib kesib olganman. Bu ruchkani o'rni, buni sverlo ola olmasligi uchun metal qalinligini hisobiga sverlo ola olmaydi. Shuning uchun 10 sm kesib qo'yaman. Bunga mana R qilib yozib qo'yganman. Ruchkani o'rniligi uchun ruchka tomon. Hop, buni ham sog' olamiz. Hop, mana buni ham sog' oldik. Oxirigacha tiqib qo'yiladi. Bu ham 1 sm zazur qoladi. Endi qanotni petla ilinadigan tomoni mana qilib qo'yganman. Hop, bunga mana zazuri 1 sm, tomoni ham 1 sm ochiq bo'ladi. O'sha payka qilinayotganda xalaqit bermasligi uchun. Bu bunga kesilmaydi, buni shart emas, lekin обязательно bu temarini qo'yish kerak. Bu petlani tagi qismidagi petla ilinadigan tomoni 3 ta shurub qatiriladi. Buni bu yerda ochiq joyi bo'ladi.